Fahriddin Uz kanalining obunachilari daholasa bugun qo'yiladi zo'rini olib kelganman. Hammasi Qirg'iziston Parda Tursundan olib keldim aka. Qo'ylar zo'r. 20 dona o'zimni qo'ramdan har doimda yana chiqarib beraman. Like bosib, kommentariyani mixlab tursa aka, bozor narxidan 500 ming so'mdan arzon. Xotirjam bozorda aylanishsin, narx-navoni ko'rishsin, hamma joyda ko'rib, keyin kelishsin aka. Saroyda hamma joydan arzon aka. Assalomu alaykum Fahriddin Uz kanalining obunachilari, YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Biz bugun Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'idan Quvonchbek ukamizni qo'y fermasidamiz. Mana bu yerda sotiladigan qo'ylarning narxini akalar sizlarga chiroyli qilib yoritib berishga harakat qilamiz. Videolarimiz yoqsa akalar like ta bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Bugun hafta kunimizga payshanba 27-avgust 2026-yil. Akalar videoda o'tkazmasdan like ta bosib, maza qilib oxirigacha tomosha qilaverasizlar. Arzonchi, optimchi Quvonchbek. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamasdan. Siz yaxshimi? Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Daholasa bugun yana qo'ylarni zo'rini olib keldik aka. Lekin ijtimoiy tarmoq YouTube'da yondirib verdingiz. Prosmotr ham zo'r ketdi. Paddishkani ham zo'rlab qilish lekin. Haqiqatan. Xursand bo'ldim aka. Misol qo'yim tugagandan keyin ham rasa telefon keldi, hijolat bilan tugadi dedim. Mana xudo xolasa yangi partiya keldi. Bugun ham o'tgan safargina aka undan ham yengil bo'ladi. Undan ham yengil bo'ladi. Aytayapman, haqiqatan paddishkani yorib berishdi aka. Bu safar ham chiroyli qo'llab-quvvatlab tursin aka. Xudo xolasa buni chiroyli qilib bozordan 500 ming so'mdan arzon bo'ladi aka. Barakasini bersin. Zo'r. Quvonchbek bugunga nechta qo'yimiz bor? Nechta qo'y chiqarib beramiz? Bugunga aka 150 bosh qo'zimiz bor. Hammasi ideal. Xudo xolasa 600 ta qo'zini ichidan 150 ta zo'rini ajratib savdo qilamiz aka. Zo'rlarni terib olingan. Zo'rlarni terib olingan aka. Birinchi partiyamizda o'ziga akalar yungilari olib qo'yilgan. Yaxshilab e'tibor bersangiz aka, qo'zilarda gazi bor. Oyoq qo'llar uzun aka, suyagi yirik. Mana bularda voy, mana kashtangni qarang. Bitta like bosib qo'yasiz. Hammasi bir-biridan tiniq. Kashtanglari ko'p ekan-da. Kashtanglari ko'p aka, xudo xolasa toni ham chiroyli aka. Haqiqiy yiltirjun, simjun aka. Yungilari olib qo'yilgan akalar bir qator. Mana kashtangda aka, haqiqiy oyoq qo'li uzun, yelkasi baquvvat aka. Dumbalariga ham e'tibor bersan aka, birorta osilgan netgani yo'q. Hammasi tikka dumba aka. Go'shtga ham, zotga ham libo yo'nalishga boqishaveradi aka. Qaysi taraflama aka boqaman desangiz boqaverasiz, lekin mana buni qarang, uzunligini. Soni nechta buni? Soni 40 bosh aka, bir pachka, bir qo'ra. 40 ta, bir pachka, bir qator yungilari olib qo'yilgan, boqishga tayyor holatda. Tayyor aka, xudo xolasa 100% o'zim, shaxsan o'zim vaksinalarni qilib qo'yganman aka. Ha, ukol vaksinalari bir qator qo'yilgan aka. Bo'lib o'tgan akalar. Olib borib boqishsa bo'ldi. Nuqsoni bo'lsa shayda qolaveradi. Aka nuqsonlar ajratib olib qo'yganmiz, davolayapmiz xudo xolasa. Hammasi qo'chqormi yo savdo? Videoga tushayotgan qo'ylarim 100% kafolati bor aka. Sinovdan o'tgan. Mendan olishgandan keyin bir hafta 10 kun xotirjam yeb-ichar sog'lig'ini sinab olishaveradi aka. Bir hafta 10 kun akalar sinov muddati bor. Bitta like ta bosib qo'ying aka, olmasangiz ham havas qilib niyat qilaman, qaraqda aka. Kamida 50 tadan bo'lsa shu. Boqamiz deb akalarimiz. To'g'ri aka. Lekin qo'ylar yaxshi ekan. Qo'ylar zo'r aka. Bo'ylari ham, oyoq qo'llari ham uzun narsa aka. Bo'ylari ham 70 plusga beraman. 75 ko'p. Eng ta'sini aytaman-da misol. 70 plusga olishsin. Yosh o'ylig'i aka oldi to'g'lig'i o'tgan o'zi. Oldi. Oldi. Orqalari eng maydasi ham 6 oylik plus bo'ladi ichida. 6 oylik akalar plus men satira. Quvonchbek birinchi o'rinda lakaslarni tashlab beriladi. Arzonchilar, optimchilar qishlar Saroyda. Behijolat aka. Bozorda aylanib keyin kelishsin aka. O'zlari kelib, ishonch hosil qilib, ustida iloji bo'lsa, imkoniyatlari bo'lsa, lakaslarni tashlab beraman. Savdo qilaveramiz aka. Oson bitadi, misol ko'ngil holi ham bo'lmaydi. Endi imkoniyati yo'q, uzoqroqdagilar borini bor. Misol qo'y shuni yetib keldimi oldingizga, ha, menga shu narsani aytdi deydigan qilib, chiroyli qilib ma'lumotni beraman aka telefonda ham. Yolg'on-polg'on unaqa narsani keragi yo'q. O'zi hamma yo'q tayin meni. Ha, xudo xolasa o'tgan safargilar ham, misol har safar ham birorta odam qo'y yetib borgandan keyin norozi bo'lgan yo'q. Ko'pchilikda misol bo'lyapti-kanda. Kichkina ekan, u ekan, bu ekan, unaqa narsa bo'lmaydi aka. Biz misol kichkina deymiz. Kattani katta deymiz misol. Borini aytaman. 75 chiqsa 70 plus, 65 plus ham berilaveradi. Berilaveradi aka, muammosi yo'q bo'yidan.
Qo'ydi misol chiroyli qilib, yetib borganda, "Mana shu qo'yimidi" deydigan qilib tushuntirib beraman men. Quvonchbek yosh oyligini qanaqadan dedi bulardi? 6 oylik plyuska olishaversin aka. 6 oylik 7 oylikga roziman aka. 6 oylik plyuska bo'lsa nishaveradi. Plyus minska beraveramiz endi. Beraveramiz aka, muammosi yo'q. Narxchi endi buni 40 tani. Aka, mana narsa Qirg'iziston Pada Tursunniki. Hop. Mana qoralig'iga misol buni bizza qarshi deb o'ylashmasin. Xudo xolasa 100% garantiyasini beraman qirg'izliklarga. Vaksinalari hamma narsasi tayyor, olib borishadi. Yem tayyor. Shuni yemga tashaveradi aka. Boqishaveraganda. Tayyor aka boqishga. Oyoq qo'li uzun narsa ahamiyat berishsin aka. Hop, pulini ayting. Puli aka. Qo'y yaxshi. Kelishtirib aytmoqchi. Aka 4,5 46 44 yo'q. Oldi qo'shilib Quvonchbek. 4 million 200 ming so'mdan bir joyga sotdim. Bavaraga 4 million 200 ming so'mdan. Lekin ichida akalar mana Lekin mana bu narsani aka 5 millionga bermaydi bozorda misol. Endi mana kattasi haqiqatdan ushov olib maqtash emas. Endi ichida bor demoqchiman. Quvonchbek, bunday narsada 4 milliondan 40 tasi. Nima deymiz? Mana uzoqroq olyapmiz, realni kadr bo'lsa mana. Bozor misol bozordan men aytgan gapimga ham misol 400 ming 500 ming arzon qo'yib bergan taqdirimda ham qirg'ich qo'yishim kerak edi buni. O'tgan safar paddeshkalariga uyalib aka yana 100 mingni o'tib berdim. Men keyin aka yana 100 dan o'tib beray aka 40 dan bo'lsa. 100 da. Quvonchbek 4 dan. Yo, parnaga 4 dan. Xursand bo'lib 40 tani olib maza qilib boqsiz, savdosiga ozmas yo'l ham qo'yib ber. Ana. Ya unda o'ta qiynalamiz aka. Arzon bo'ladi. Biz tomonga ham yon bossang. Men o'tgan safar haqiqatan misol siz aytganingizni qilib yengil qo'yib berdim. Ketdi. Endi ozmoz mayli. Ozmoz. Aka gapingiz yerda qolmaydi aka. Bir joyga tortdim degan odamga 4 dan ketdim. Bavar aka, 4 million so'mdan. Akalar like bosib, mana qo'ydi qarang. Kattaligiga 4 milliondan. Aka 4,5 mana shu qo'y. Dehqonni qo'lida bo'lsa ham 5 ga bermaydi. Aytyapman-ku aka, misol uni eng kattani chiqaryapman edi. Hammasi shunaqa emas. Ichida ko'p aka. 40 ta narsa tabayda. Men eng maydasini pulni qo'yib beraman aka, kattalari bonus. Savdosi bormi? 4 dan. Savdolashib olgani. Aka bir gap aytaman. Bitta olishadimi, 10 ta olishadimi? 4 million tekis ketaveradi. Voy, 40 tani bir joyga oldim degan odamga chiroyli qilib o'ziga o'tib beraman. Olis. Tanlab olishga 4 millionni. Tanlab olishga ham 10 ta olsa ham, bir bo'shatishga bo'lsa o'tib beraman. Bozor katta ham ketaveradi. Ketaveradi aka. Akalar, tanlab olishga ham mana sizga imkoniyati zo'r. Mana bularda 200 ming 300 mingdan kamida foydasi bor. Oldi kattalar. Terib olamiz deydi akalarga 4 milliondan. 4 milliondan yoqqanini olasan aka, yomoni menga qolaveradi. Akalar yoqqanini tanlab olaverasizlar. Mana uni qarang, turishini, jonivardi. Birorta xunugi yo'q aka ichida misol. Dumbalari hamma yeri zo'r aka. Gazi uzun, oyoq qo'li uzun, asosiysi aka. Dastlabki qilib beramizmi? Dastlabkidan umuman muammosi yo'q. 10 tadan tepasi 12 ta viloyatga ketadi. 10 tadan pasti Samarqandgacha. Kelishilgan holatda yetib boradi uylariga. Unda ag'a ham yelka qo'yib yuborib yetkazib olib beraman aka. Noriza qilmayman, telefon qilishsin bo'ldi. Hurmatli obunachilar, endi akalar ikkinchi partiyamizga pul arzonroq variantida so'ragan akalarimizga tavsiya qilamiz. Quvonchbek, nechta ekan bular? Oqlaridan bor ekan, kashtanglaridan. aka. Bir pachka, bir qo'ra. 60 ta. 60 dona aka. Xudo xolasa, o'sha narigilarni davomi bularni uyini oldirmadik. Sababi bular o'zi tushib ketadigan aka. O'zi oldi ketdan to'lov boshlangan. Aha. O'shani hisobiga oldirmadik aka. Quvonchbek arzonchida akalar, mana sizga. Puli qulayim, maza qilib boqadigan varianti. Qo'chqormi? Qo'chqor aka hammasi. Pichma axta sog'lig'i bo'lsa shayda qolaveradi, jayda aka. Shayda qilaveradi. Qolaveradi. Yeb ichari yaxshimi? Aytyapman, videoga chiqayotgan qo'y borki, sinovimdan o'tgan aka. Yeb icharlari yaxshi aka. Yeb ichar sog'ligidan umuman muammosi yo'q. Bir hafta xotirjam sinab olishaveradi aka. Yemasa, ichmasa, sog'lig'ida bir nuqsoni bo'lsa bizga yetan aka. Yemasa ichmasa akalar shayda qolaveradi. Tanlab aka chertib agar hammasini olaman desangiz, hammasi ham akalar sotilaveradi. Oqlaridan bor ekan. Bir xilda asosiysi, hali bitta katta, bitta kichkina unaqa narsasi yo'q aka. Sariqlaridan bor ekan, lekin oyoq qo'llari uzun ekan. Yungilarini oldirib ber desangiz, oldirman berilaveradi. Quvonchbek. Muammosi yo'q aka, xudo xolasa har yo'liga telefon qilgan odamni ishini bitiraveramiz aka. Hamma taraflama akalar kelishilaveradi. Holatlari zo'r. Necha oylikdan? Bular aka
6 oylik plus minus. 6 oylik kichikroq ham bor ichida buni. 6 oylik plus minus atrofida. Ha, 5-6 ta 5 oylik ham bor. 6 Quvonchbek. oylik plus minusga olishsin. Narxi. Qanchadan deymiz? Kelishtirib aytingchi narxini. Yandiringchi 60 ta. Bitta ikkita emas. 60 ta. Agar birinchisini endi 4 qo'yib berdim, buni ham 4 desam bo'lmaydi. Ya, 3 million 900 dan bo'lsin. 100 ming kamiga bo'lsin aka. Maza qilasin, mo'jjal 4 edi. 200 mingdan kam bo'lsa 38 da. Qarnaga. Quvonchbek. To'g'ri tushunay. Mo'g'aran. Narigini o'zi o'ta yengil qo'yib berdim. Kelishtirib ayting Quvonchbek. 100 dan kam bo'lsa yana 38 da. Bir joyga odamga sotdim aka. Babaraka. 3 million 800 ming so'mdan maza qilasin aka. Ammo o'sha gap, like, kommentni mixlab obuna bo'lib qo'ysin aka. 3 million 800 ming so'mdan akalar. Endi bunday narsa. Bularga ham savdosi bor. Keyin akalarimiz aka shayda mana bir gap. Bitta olsa ham 10 ta olsa ham bugun hamma biz uchun bir xil. Bitta olgan odamni ham 10 ta olgan odamga ham bir xil muomala aka. 3 million 800 dan. Babaraka, mana bu gapingizga endi mazza qilib like bosib akalar, otangga rahmat deb telefon qilib aloqaga chiqar aka, bitta zo'rini tanlab olasizmi? Ikkita olasizmi? Ketdi 38 dan savdolashib aka olinaveradi. Lekin Optimga, chiroyli xayr akamiga dangal o'tib berasiz. Aka hammasini oldim degan mart telefon qilsin aka. Martlarcha o'zim chiroyli qilib o'tib beraman, xursand qiladigan bo'lib. Dangal o'taman aka. O'ylanmasdan. Yo'q, aka, o'ylanish bo'lmaydi bizda. Babaraka, ketdi mana akalar. 3 million 800 ming so'mdan, lekin akalar qo'ylar ancha baquvvat, arzon ham bo'lyapti. Olib mazza qilib aka boqishni tavsiya qilaveramiz. To'g'rimi? Xotirjam aka. Xudo xolasa, odam maza qiladi, xursand bo'ladi. Iloji bo'lsa ustiga kelishsin aka. Endi imkoniyati yo'qlar, telefon qilsa telefonda iloji boricha chiroyli qilib tushuntirib berishga harakat qilaman aka. Oxladi videosini tashlab beraveradi, to'g'rimi? Tashlab beraveradi aka. 5 ta 6 ta oqi bor. Unisidan muammosi yo'q. Muammosi yo'q. Agar oqidan boqamiz deydigan akalarimizga oqlaridan ham bor aka. Issiqda yurgisi kelmayapti qo'ylarni. Shuning uchun qo'ylar charchoq aka, xudo xolasa. Ma'lumotlar vaksinalari bo'ldi yaqinda. Ha, ukol vaksinalari bo'ldi. Ukol vaksinalari aytibman 100% o'zim shaxsan qildim aka. Keyin bir hafta 10 kundan keyin yana bir qator o'zlari qildirib olishaveradi, Quvonchbek aka. Ammo 10 kunni bag'ida qilishmasin. Ha. Akalar bir qator o'zlarining ham licheniyasini qilib, maza qilib akalar boqaverasizlar. Bu ikkinchi partiyamizda? Bu ikkinchi partiyamiz aka. Xudo xolasa like, kommentariyani mixlab tursin. Uchinchisiga uj yemini yeb turganlaridan qo'ramdan chiqarib beraman. So'nggi partiyamizga endi puli qulaydan maza qilib boqaman deydigan akalarimizga yemga tayyor variantidan 2 dona olasizdan, qashqalaridan, kashtanglaridan. Mana bular aka yemda turganmi? Shu yemni yeb turgan aka. Xudo xolasa olib borishadi, davom ettirishadi. Qo'zi faqat plyusga yuradi aka, orqaga qaytmaydi. Vaksinalari ham o 5 marta, 6 martalab qilingan aka. Xudo xolasa sog'liq yeb ichariga 20 kun garantiya aka bularga. 20 kun akalar mana. Chunki mana bular aka yemini oz bo'lsa ham, ko'p bo'lsa ham yeb turgan varianti. Holatini qarang, siraza chiqib aka o'tga yopishib, suvga yopishyapti. Soni nechta ekan buni? Soni 20 dona aka. 20 dona qo'chqor hammasi. Qo'chqor toza historlardan aka, xudo xolasa narxini ham o'ta yengil qo'yib beraman aka. Qanchadan berib beramiz? Nimaiki o'zimiz narsa, hali muncha olib turib, muncha sotishim kerak degan narsa yo'q. Yo'q. Dehqondan namozdan qo'yib beraman aka. Qanchadan? Bir yutuqlari misol havo moslashib bo'lgan, kasal bo'lmaydi, xudo xolasa. Yeb ichariga ham 20 kun beryapman aka. Hop. Uncha odamlarga berolmaydi. Narxi aka oldi qochdi yo'q. O'sha narigilar narxida beraveraman. 3 million 800 ming so'mdan. 8 dan demang endi bularga ozmas. Aka, to'g'ri. Quvonchbek. Yunglar olib qo'yilgan aka. Hamma narsasi tayyor. Olib borib boqsa bo'ldi aka. 3,5 dan nima deymiz? Yo'q. 3 million 500 ming so'm. 3,5 dan baland olganman. Men buni egoy boqdim aka. Mayli, olib maza qilib boqsin. Boshqasi bor. Ko'ryapsizmi? Devorlarni ham buzvoradi aka bular. Holati zo'r, bu sog'lomligida. Ancha badani ham zo'r aka. 3 million 500 ming so'mdan Quvonchbek. Yo'q. Narxini kelishtirib ayting. Nima deymiz? Yaxshi bo'ldi lekin narxi. Aytibman, olib maza qilib boqsin. 500 ming so'mdan ancha baland olganman aka. Uni men boqdim. Mana narsani, mehnat boshqa. Mayli misol bozordan 500 ming, 400 ming arzon bo'lsin aka, mayli mana 38 dan ketaveradi. Yo, 38 dan demang, sal kelishtiring. Qancha kami bor? Nech pul o'tib berasiz?
Bitta aytaman aka. 37 dan sotdim bir joyga. Barakat. Lekin telefon qilishadi, yo'lida qilib berasiz. Hammasini odamga xayrini qilib beraman aka. Akalar, Optimga xayri bor. 3 million 700 ming Yerga so'mdan. to'kilganlarni ham yuradi aka, ko'ryapsizmi? Lekin holatlari yaxshi. Yemlab bog' berish kerak akalar. Ketdi mana. Hammasi bir joyga 3 million 700 ming so'mdan 20 ta. 10 ta olsangiz ham aka, kelishtirib berasiz, to'g'rimi? O'zi yengil-yengil. Kelishtirib beraman aka. Kelib haydab olsa ham Optim narxda ketaveradi. Keyin foyda borsa ham Optimning narxida akalar ketaveradi. Mana bitta olsangiz ham aka 3 million 700 ming so'mdan mana bunaqa semizlari bor, mana holatlari zo'r ekan lekin shular. Bugunga shularmi? Bugunga shular aka. Xudo xolasa keyingi partiyalarga bundan ham yengil qilib qo'yib beramiz. Padda qilib tursin, like bosib tursin bo'ldi. Yengil bo'laveradi. Yengil bo'laveradi aka.